Ben gapirma. Voy sening a. Kursdan qassan qizlar men turdi jurmanglashib. Men qizg'anchoq Pro Max'man. O'ynamamayman, tushundingmi? Bo'pti sizga. Siz tugadingiz. Men tepgan odaming bor-ku. Men Radnoy opam seni qaynopang bo'ladi. Tugading-a bo'lmasa. Ya. Onasi deyamsan? Ha, qirchang'i? Tez salom bering. Bor yur. Hozir. Yo, buni hamma xosa. Yo. Voy, inalarini. Bukilab. Choydan men. Yo. Opa, men tashlab ketma, opa. Qani kelin poshsha, choydan quying. O'zingning qo'ling sho'qpani kiyib ol. Ne o'qirayapsiz? Voy, Quying choydan. shayshing qaynapa. Buncha qaynoq. O'rtada qolish qanaqa azobligini bilsaydi bu ayollar. Fight, ikkinchi raund. Faytmaytini eshittir, o'chir ovozingni. Bu kelin, bu qizim. Qizim nima ovqat yeging kelyapti, qilib beradi. Osh yegim kelyapti, oyijon. Palovdan yig'lasang, o'dan ko'ra moshini yetib saqan gurtib pishirib bersang bo'lmaymi, ya qaynapajon? Voy. Oyi. Go'rga tiqaman deyaptimi meni, uka? Yo'q, bularda shunaqa ovqati bor. Keyin qorningizga siqqan. Yuzga sig'may qolman. Sal qarab turgan. O'chir oshni. O'chir toshingni. Hay, to'xta qizim, hay. Xavotir olmang, aya. Opamni bilasiz-ku, hozir tashqariga chiqib, uyga olib ketgan narsalar yig'ishtiradi, arazlab olib. Opam taktikasi-ku. Sen bola uylanib yomon o'zgaribsan. Esingdan chiqib qoptani, ketlaringni artib yurganim. Nima ekan men ham savolaman. Sen xavotir olma, biz bilan yashursang, sana uyingga borib, Qoraqalpog'istonda ko'pgina narsa ko'tarib keladigan bo'lib olasan. Va, unga tegma. Hali bola yo'q-ku. Ha, bo'pti, ol. Kelin, hoy kelin. Ha, qaynapa, ha o'tirsangiz bo'ldi, gurtib pishirib berayotgan edim ku. Kurtig'ingni o'zing taqib. Jan, Sen ne likillab kelib olding? bizning uyda erkaklar ayollarga og'ir ko'tartirmaydi. Bu aqlli. Yo'q, biznikida ham xuddi shunaqa, sanlarkida ham xuddi shunaqa, qo'shnimiz Ne'mat akalarkida ham xuddi shunaqa. Menga tinchlik kerak. Nima qilish kerak? Ber, ko'taraman. Yur, iltimos ketaylik. Likillamay ket. Sen godingni qiz. Hali yana kelaman, tushundingmi? Uka. Bıçtın çıkaraman. Davay raz naraz.